Izbosganda 1 yilda bir marta bo'lib o'tadigan katta 70% gacha chegirmani do'stlar men sizga e'lonini beryapman 12-dan 16-iyunga qadar. Kelgan aka, yaxshiroq aytmagan ekansizlar, biz eshitmay qolibmiz deb yurmang. O'zi umumiy bitta mahsulot xarid qilaman desangiz, shuni 70% gacha tushirib, kamiga sizga 24 oyga bo'lib beryapti. Shundan qarang. Shu plisoslarimiz bor, o'rtacha 1300 so'mdan, undan tashqari mobodo mikrovalnovka mana qolaman dedingiz, ana jinnihona 1200 so'mdan to'g'ri kelyapti do'stlar. Bunaqa imkoniyat bo'lmagan. Telefon olaman deganlarga eng qimmati ham 7100 so'mdan, arzonrog'i 3900 so'mdan. Ilhom, senga yana aytaman, shoshilma deyman, skuterda adashib olyapsan, 10 millionga oluvding, 6900 so'mdan kuniga chiqyapti. Oyigachi deganlarga 189 ming so'mdan do'stlar. Oshxona mebellari, bilasizlar, domda olyapsizlar, domda olgandan keyin oshxona mebelini vaqti palon pulga qilyapsizlar. Sizlarga qancha 2300 so'mdan kuniga, oyiga 69 ming so'mdan to'g'ri keladigan bu narsalarni to'g'ri sanab adoga yetolmayman. Sababi LD savdo markazida jondan bo'lak hamma narsa bor. Любой mahsulotni kelasiz, narxlari bilan solishtirasiz. Eng qiziq bitta narsasi, realniy o'zim hisob kitob ko'rdim. Masalan, 1 millionlik narsa hozirgi kunda 70% skidkada ham arzonlashtirilgan. Kamiga 24 oyga bo'lingan. Hali ko'pchilik aytishi mumkin, bir umr birga yuramizmi? Yo'q, unaqa emas. 12 oydan 24 oygadir. Bunaqa manzildan bilasiz, foydalanib qolmasangiz, keyin afsus. Qayda aka, bu tezroq ayting, boraylik desangiz, pastda nomer qoldiraman. O'zining Instagramini ham biriktirib qo'yaman. Kamiga manzil Andijonda, Izboskanada, Poytu markazi, Makro savdo markazi, Marakand savdo markazini to'g'risida do'stlar bemalol kelib, shu yerda ertalabdan kechgadir faqat 5 kun shoshilamiz. Bunaqa imkoniyat Izboskanda 1 yilda bir marta bo'ladi. Maksimal do'stlarga tarqatib qo'ying, sizga manfaatli bo'ladi.